Hammaga xayrli kech. Barcha platformada kuzatadiganlar, kechki yurish paytida bir narsani aytmoqchiman. Har qanday kasallik bo'lgan paytda birdaniga hammamiz tushkunlikka tushib qolamiz. Tushkunlikka tushib bo'lsa immunitet tushiradi va kasallikni yanada rivojlanishiga olib keladi. Mana shu Covid paytida 300 dan ortiq kasalni davolagan bo'lsam, barcha davolash choralari, hamma doktorlar ishlatgan davo choralarini qo'llaganman va psixologik podдержка qilib kasallarga, bu kasallikdan odam o'lmaydi, xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Men psixoterapevtik muolaja qilganman, xolos boshqa ortiqcha narsa qilmaganman. Shuni o'zida kasallik yaxshi bo'lgan deb o'ylayman. Kasalligini bergan Alloh shifosini ham beradi. Sog'lom turmush tarziga rioya qilib yashashda davom qilamiz, xudo xolasa. Qanaqa psixologik podдержка kerak bo'lsa, barcha platformalar orqali yozishlar mumkin. Kanalga obuna bo'ling.